reklama emas, prosta aytyapman. Sizlar soch to'kilish temasini davom etmoqchiman. Eslatib o'taman, menda sochim to'kilyapti, analiz topshirdim. Menga triholog yozib berdilar, ferritin ko'taradigan dori va vitamin guruhi B, aktivli sredstvo yozib berdilar. Zakaz qildim, hali kelmadi. Va undan tashqari men sochga baytrulep sepib kelyapman. Kosmetik narsa sochni baquvvatlashtiradi va to'kilishni kamaytirishga yordam beradi. Men hozir mana ikkalasini solishtirib ko'rdim. Har kuni ishlatish kerak, ertalab va kechqurun kursim. Mashina ishlata olmadim. Chunki birinchidan mana sal udobni ekan, oqib ketaverdi pastga. Ikkinchidan mashchi chaplab qo'yar ekanda, sochni chaplab. Bu bo'lsa bemalol ishlatyapman. Har kuni ertalab kechqurun sepib ketaman, massaj qilib, уже действие ham bor. Qurib qoladi shu, chaplanmaydi. Endi mashina murskoy ham bor ekan, soqol erkaklaringizga berib ko'rsanglar bo'ladi. Eslatib o'taman, sochingizga to'kilayotgan bo'lsa, hech qanaqa o'zingizlar o'ylab topgan yog', polani surmanglar, sepmanglar, isbotlangan metodlar bilan davolaninglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.